bitta kichkina voqeani aytib beraman sizga. Shu To'xtar bilan bo'lgan oxirgi konfliktdan keyin, misol To'xtarni yaqinlari, To'xtarni misol yurtdoshlari Odilxon o'zini tilini orqasidan yedi deb yozadi. Menikilar, misol o'zbekistonliklar yozadi. Mehmonni unaqa qilish kerak emas, bu deb turib bitta TikTokka kirsam, shu narsalarni videolari, shuna kommentga kirsam, faqat qirg'izistonliklar-ku, Odilxonga ne to'sh qilsizlar. Odilxon bir o'zi boryapti, shuncha yildan beri shu ish to'g'rimi deb turib, Qirg'iziston yordam olyapti. Men xursand bo'ldim shu narsaga. Qandaydir men xohlardimki, do'stlik ramzi sifatida ham, qo'ni-qo'shnichilik, qardoshlik ramzi jihatidan ham hayron bo'lmanglarki, keyingi janglarda, bo'linadigan janglarda ikkita davlatning bayrog'i bilan chiqilsa. To'g'risi, men hurmatim cheksiz u insonlar oldida. O'zi qirg'izistonlik sport muxlislari o'zbekistonlik sportchilarni juda ko'p qo'llab-quvvatlashadi, izohladi ham. Albatta, mana boksda ham ko'ryapmiz. Qandaydir nima desa bo'ladi? Yaxshi insonlar hammaligi, правильный insonlar.